Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, ota-onasi yoki bobo-buvisining pensiyasiga qarab turgan, har bir oila bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntiraman. Gap 10 oktyabrdan boshlab ayrim pensionerlar uchun pul vaqtida tushmasligi, to'lov kechikishi, karta yoki naqd pul bilan bog'liq muammo chiqishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketadi. Bu masala oddiy gap emas. Chunki pensiya ko'pchilik uchun to'g'ri. Oziq-ovqat, kommunal to'lov va kundalik yashash xarajatining asosiy manbai. Men bugun vahima qilish uchun emas, balki oldindan tayyor bo'lishingiz uchun gapiryapman. Kim xavotir olishi kerak? Kimda muammo bo'lmasligi mumkin? Qaysi hujjatlar tekshiriladi? Bank kartasi, pasport, yashash manzili, ishonchnoma va nafaqa hujjatlaridagi eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat? Barchasini birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z pulidan vaqtida foydalanib qoladi. Avval pensionerlar uchun tartib ko'pchilikka tanish edi. Pensiya tayinlangan, har oy belgilangan sanalarda pul bank kartasiga tushgan yoki naqd shaklida yetkazilgan. Odamlar odatda faqat bitta narsani kutardi. Oyning ma'lum kunida pul keladimi yoki yo'qmi? Agar kechiksa bankka borardi. Mahalla yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilardi. Ba'zida 1-2 kun ichida masala hal bo'lardi. Lekin hozir vaziyat ancha boshqacha. To'lov tizimlari raqamlashtirilgani sari ma'lumotlar bir necha bazadan solishtiriladi. Ya'ni pensionerning shaxsi, pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank kartasi, hisob raqami, tiriklik holati, nogironlik yoki imtiyoz hujjati, ishonchnoma orqali oluvchi shaxs haqidagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Bir joyda eski pasport raqami turib qolsa, boshqa joyda yangi ID karta yozilgan bo'lsa, bir tizimda manzil eski, boshqasida yangi bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa yoki karta boshqa shaxs nomiga bog'langan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. 10 oktyabrdan deganda odamlar ko'pincha buni hamma pensionerning puli birdan to'xtaydi deb tushunadi. Men bunday tushunishni to'g'ri deb hisoblamayman. Asosiy xavf hammaga emas, ma'lumotida muammo bor. Hujjati yangilanmagan, bank kartasi ishlamayotgan, ishonchnoma muddati tugagan, manzili o'zgargan, chet elga chiqib ketgan yoki hujjatlarda tafovut bor pensionerlarga tegishli bo'ladi. Shu sababli men bugun aynan kimlar oldindan tekshirishi kerakligini sodda qilib tushuntiraman. Ilgari ko'p masalalar bo'ldi. Mahalla yoki tuman darajasidagi ma'lumot asosida hal qilinardi. Biror pensionerning hujjatida kichik xato bo'lsa ham ko'pincha to'lov davom etaverardi. Keyin tuzatish so'ralardi. Hozir esa raqamli tizimda kichik xato ham katta muammoga aylanadi. Chunki kompyuter inson kabi bu amakining hujjati eski bo'lsa ham o'zi shu odam deb taxmin qilmaydi. Tizimda ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, JSHIR bank hisob raqami mos kelmasa, avtomatik ravishda to'lovni tekshiruvga chiqarishi mumkin. Masalan, pensionerning eski pasporti bo'lgan, keyin ID karta olgan. Bankda esa eski pasport ma'lumoti qolib ketgan. Pensiya tizimida yangi ma'lumot turgan bo'lishi mumkin. Natijada bank bu hisob egasi ma'lumoti yangilanmagan deb karta operatsiyasini cheklaydi yoki pul tutsa ham yechib olishda muammo chiqadi. Pensioner esa davlat pul bermay qo'ydi deb o'ylaydi. Aslida pul tayinlangan bo'ladi, lekin hujjat mos kelmagani uchun foydalanish qiyinlashadi. Yana bir misol, kampir onaxon pensiyasini o'g'li ishonchnoma orqali olib keladi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati tugagan. Oila buni sezmagan. 10 oktyabr atrofida to'lov davri kelganda bank yoki pochta ishonchnoma muddati tugagan deb pul bermaydi. Bu yerda ham pensiya bekor bo'lgani yo'q. Lekin huquqiy asos tugagan. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirilmaguncha pulni boshqa odam olib bera olmaydi. Birinchi navbatda pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirgan pensionerlar tekshirishi kerak. Ayniqsa bank kartasi eski pasport bilan ochilgan bo'lsa. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam yangi ID karta oladi, lekin bankka borib ma'lumotni yangilamaydi. Pensiya jamg'armasida yangi ma'lumot bo'ladi, bankda eski ma'lumot qoladi. Keyin karta bloklanadi, SMS kelmaydi, bankomat pul bermaydi yoki mobil ilovada identifikatsiya so'raladi. Ikkinchi toifa bank kartasining muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lgan pensionerlar. Kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Masalan, 24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi. Ba'zi odamlar pul tushaveradi deb o'ylaydi. Ayrim holatda hisob raqamiga pul tushishi mumkin.
Lekin karta bilan yechib olish, do'konda to'lash yoki bankomatdan foydalanishda muammo chiqadi. Shuning uchun karta muddati tugashdan oldin bankka borib yangisini olish kerak. Uchinchi toifa yashash manzilini o'zgartirganlar. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, propiskasi o'zgargan, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan bo'lsa, to'lov tartibi, yetkazib berish manzili yoki hududiy tekshiruvda savollar paydo bo'ladi. Ayniqsa, naqd pul oladigan pensionerlarda bu muhim. Chunki pulni yetkazish eski manzil bo'yicha rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Yangi joyga ko'chgandan keyin hujjatni yangilamaslik keyinchalik pensioner topilmadi degan xulosaga olib kelishi mumkin. 4-toifa pensiyani boshqa odam orqali oladiganlar. Bu yerda ishonchnoma, vasiylik, homiylik, qarovchi shaxs nogiron pensioner nomidan pul olish kabi holatlar bor. Men aniq aytaman, og'zaki kelishuv yetmaydi. Bu mening onam, bu mening otam. Hamma meni taniydi degan gap bank yoki rasmiy idorada hujjat o'rnini bosmaydi. Ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va bankdagi ma'lumot to'g'ri bo'lishi shart. 5-toifa. Chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar yoki oilasi chet elda bo'lganlar. Ayrim pensionerlar farzandlari yoniga bir necha oyga ketadi. Kartasini uyda qoldiradi yoki aksincha, kartani boshqa odam ishlatadi. Bunday holatlar xavfli. Agar tizimda pensionerning holatini tasdiqlash, hujjat yangilash yoki bank identifikatsiyasi kerak bo'lsa, odamning o'zi bo'lmasa, masala cho'ziladi. Bundan tashqari, bank kartasining PIN kodini boshqalarga berish ham xavfsiz emas. Pul yo'qolsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar sizning pasportingiz yangilangan, bankdagi ma'lumotlaringiz to'g'ri, karta muddati o'tmagan, pensiya har oy o'z vaqtida tushayotgan, yashash manzilingiz o'zgarmagan va pulni o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga asos yo'q. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki muammo ko'pincha to'lov kuni bilinadi. To'lov kuni esa navbat ko'p bo'ladi. Telefonlar band bo'ladi, bankda odam ko'payadi. Masalan, bir otaxon 2.300.000 so'm pensiya oladi. Kartasi ishlayapti, pasporti yangi, manzili o'zgarmagan. U bankomatdan pul yechadi yoki do'konda to'laydi. Bunday odam uchun asosiy ish faqat karta muddatini ko'rish va SMS xabarlarini kuzatish. Agar karta 2026 yilgacha amal qilsa, bankda shaxsiy ma'lumot yangilangan bo'lsa, to'lov kelishi odatdagidek davom etadi. Yana bir misol, onaxon nogironlik pensiyasi oladi. Lekin har yili yoki belgilangan muddatda tibbiy hujjat yangilanadi. Agar hujjat muddati o'tmagan, elektron tizimga kiritilgan, pensionerning shaxsiy ma'lumoti to'g'ri bo'lsa, to'lov to'xtashi kerak emas. Lekin tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish talab qilinsa, bu alohida masala. Odamlar aynan mana shu joyda adashadi. Pensiya yomon niyat bilan to'xtatildi deb o'ylaydi. Aslida hujjat muddati tugagan bo'ladi. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi vaziyat. O'limi 8 yoshli otaxon har oy 1.900.000 so'm pensiya oladi. U 2023 yilda ID karta olgan, lekin bankka bormagan. Bank kartasi 2021 yilda eski pasport bilan ochilgan. Oktyabr oyida pensiya tushadi. Lekin bankomat operatsiya rad etildi deydi. Otaxon bankka boradi, navbatda turadi. Oxiri unga ma'lumotlaringizni yangilash kerak deyishadi. Agar u oldindan borib ID kartasini bank bazasiga kiritganda, bu muammo bo'lmas edi. Ikkinchi vaziyat. 74 yoshli onaxon yurishga qiynaladi. Pensiyasini kelini olib keladi. Ishonchnoma muddati sentyabr oxirida tugagan. Oila buni bilmaydi. 10 oktyabrdan keyin pul olishga borganda bank rad javob beradi. Ular nima uchun pul bermayapsizlar deb jahli chiqadi. Lekin bankning qo'lida qonuniy asos yo'q. Yangi ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Lekin bunga vaqt ketadi. Shu orada dori olish kechikadi. Mana shunday holatni oldini olish uchun ishonchnoma muddatini alohida daftar yoki telefonga yozib qo'yish kerak. Uchinchi vaziyat, pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan. Pensiya hali eski manzil bo'yicha yuritiladi. Agar pul karta orqali tushsa, muammo darhol bilinmasligi mumkin. Lekin keyin tekshiruv, rasmiy xat, hujjat chaqirig'i yoki naqd yetkazish masalasida eski manzil chiqib qoladi. Natijada pensioner idoraga 2-3 marta qatnaydi. Yo'l kira, vaqt asab ketadi. Bir dona manzil ma'lumotini vaqtida yangilash shuncha ovora bo'lishning oldini oladi. 4-vaziyat. Pensionerning kartasini farzandi ishlatadi. Pensionerning o'zi qishloqda, farzandi shaharda. Pul tushishi bilan farzand kartadan yechib oladi. Bu oilaning ichki kelishuvi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan xavfli.
agar karta yo'qolsa noto'g'ri yechim qilinsa, bank shubhali operatsiya deb bloklasa yoki pensionerning o'zi pul kerak bo'lganda karta qo'lda bo'lmasa, muammo kelib chiqadi. Men bunday holatda rasmiy ishonchnoma yoki pensionerning o'z nomidagi xavfsiz foydalanish tartibini tanlashni maslahat beraman. Har bir kechikish yomon yangilik degani emas. Ba'zan pensiya to'lovi bank tizimidagi texnik ishlar sabab 1-2 kunga kechikadi. Ba'zan dam olish kuni, bayram kuni yoki hududiy to'lov jadvali sabab sanasuriladi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, darhol vahima qilmaslik kerak. Avval bank SMS xabarini, bank ilovasini, kartadagi balansni va pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoraning rasmiy kanallarini tekshirish lozim. Lekin pul 3-4 ish kuni ichida tushmasa yoki bank hisob cheklangan, ma'lumot mos emas, karta faol emas desa, bu oddiy kechikish emas. Bunda pensioner yoki uning vakili aniq sababni yozma yoki rasmiy tarzda so'rashi kerak. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Keyin keling, hali tushadi, tizim ishlamayapti degan gaplar ko'p bo'ladi. Lekin sizga sabab kerak. Karta muddati tugaganmi? Hujjat mos emasmi? Hisob bloklanganmi? Pensiya hujjatida kamchilik bormi? Yana bir nozik masala bor. Telefon raqami. Ko'p pensionerlarning bank kartasi eski telefon raqamiga ulangan bo'ladi. Raqam allaqachon ishlamaydi. Boshqa odamga o'tib ketgan yoki farzandining nomida bo'ladi. Natijada SMS kodlar boshqa joyga boradi. Mobil ilovaga kira olmaydi. Bank xabarnomalari ko'rinmaydi. Bu juda katta xavf. Pensionerning moliyaviy xabarlari begona odamga bormasligi kerak. Bankka borib amaldagi telefon raqamini yangilash zarur. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya va ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Har birining hujjat talabi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasida farzandning o'qishi, yoshi, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma kabi talablar bo'lishi mumkin. Nogironlikda tibbiy xulosa muddati ahamiyatli. Yoshga doir pensiyada esa asosan shaxsiy ma'lumot va bank rekvizitlari muhimroq bo'ladi. Shuning uchun qo'shningizga bo'lgan holat sizga ham aynan shunday bo'ladi deb o'ylamang. Bunday paytda firibgarlar juda faollashadi. Ular telefon qilib 10 oktyabrdan pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni yangilab beramiz, SMS kodini ayting, plastik raqamni ayting deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan kartaning to'liq raqami, amal qilish muddati, CVV kodi yoki SMS tasdiqlash kodini so'ramasligi kerak. Bunday ma'lumotni bergan odam pulidan ayrilishi mumkin. Agar kimdir, men sizga pensiyani ko'paytirib beraman, navbatsiz hal qilib beraman, hujjatingizni pul evaziga tezlashtiraman desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lovlar faqat qonuniy tartibda bo'ladi. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi, imtiyoz, qonunchilik va hujjatlar asosida hisoblanadi. Biror begona odam telefon orqali yoki Telegram orqali sizning pensiyangizni sarli tarzda oshirib bera olmaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Avvalo pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjatini tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR to'g'rimi? Hujjat yaroqli holatdami? Agar yaqinda hujjat almashgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotni yangilating. Bank xodimiga pensiya tushadigan kartamdagi shaxsiy ma'lumotlarni yangi ID kartam bo'yicha yangilab bering deb aniq ayting. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta buyurtma qiling. Yangi karta olganda u pensiya hisob raqamiga to'g'ri ulanganini so'rang. Ba'zan odam yangi karta oladi, lekin pensiya eski hisobga bog'liq qoladi. Shuning uchun pensiya aynan shu kartaga tushadimi deb bankdan tasdiqlatib oling. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoraga murojaat qilib ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank rekvizitlari, telefon raqami, yashash manzili haqidagi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, yangi manzilni ko'rsating. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakili hujjat bilan borishi kerak. 4-qadam, ishonchnomalarni tekshiring. Agar pensiyani farzand, kelin, kuyov, qo'shni yoki boshqa qarindosh olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamaganini ko'ring. Notariusdan berilgan hujjatda sana aniq yoziladi. Muddati tugashiga 1 oy qolganda yangilashga harakat qiling. Oxirgi kunga qoldirmang.
Chunki notariusga borish, pensionerning holatini tasdiqlash, kerakli hujjatlarni yig'ish vaqti oladi. 5-qadam, hujjatlarning nusxasini tartibga keltiring. Uyda alohida papka qiling. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya hujjati, bank rekviziti, karta ochilgan bank nomi, telefon raqami, ishonchnoma nusxasi, nogironlik yoki tibbiy xulosa bo'lsa, uning nusxasi tursin. Bu papka favqulodda vaziyatda juda kerak bo'ladi. Pensioner kasal bo'lib qolsa yoki o'zi idoraga bora olmasa, qarindoshlari nima qayerda ekanini biladi. 6-qadam. Rasmiy ma'lumotni faqat ishonchli manbadan oling. Telegramdagi noma'lum kanallar, qo'rqituvchi audio yozuvlar, hamma pensiya to'xtaydi degan xabarlar odamni chalg'itadi. Rasmiy idora, bankning rasmiy telefoni, mahalla mas'ullari yoki pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari orqali tekshiring. Agar sizga qo'ng'iroq bo'lsa, o'sha odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Bank kartangiz orqasidagi yoki rasmiy saytdagi raqamga murojaat qiling. Agar pul tushmasa yoki sababini aytishmasa, oddiy ariza yozish mumkin. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, pasport yoki ID karta ma'lumotini, telefon raqamingizni yozasiz. Keyin menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi sababga ko'ra kechikayotganini aniqlab berishingizni, agar hujjat yoki bank rekvizitida kamchilik bo'lsa, yozma tarzda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing. Sana qo'ying. Imzo cheking. Arizani topshirganda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Agar bankda muammo bo'lsa, bankka ham shunday murojaat qiling. Pensiya tushadigan hisob raqami va kartam bo'yicha cheklov mavjud yoki mavjud emasligini, karta muddati, shaxsiy ma'lumot va telefon raqami to'g'riligini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Og'zaki gapdan ko'ra yozma murojaat masalani tezroq aniqlashtiradi. Chunki xodim sababni aniq ko'rsatishga majbur bo'ladi. Farzandlarga alohida aytaman, ota-onangizning pensiyasi ularning huquqi va xavfsizligi bilan bog'liq. O'zim bilaman deb kartani olib yurish, PIN kodni hamma biladigan joyga yozib qo'yish, SMS kodlarni qarindoshlar guruhiga tashlash to'g'ri emas. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga yordam bering. Lekin hammasini qonuniy va tartibli qiling. Bankka birga boring, telefon raqamini yangilang, karta muddatini tekshiring, hujjat papkasini tayyorlang. Pensionerlarga ham aytaman, hech kimdan uyalib savol bermay ketmang. Bankda tushunmasangiz, menga sodda qilib tushuntiring deng. Idorada sababini bilmasangiz, qaysi hujjatim yetishmayapti deb so'rang. Siz o'z pulingizni so'rayapsiz, bu sizning haqqingiz. Xodimning gapini tushunmasangiz, yozib berishini so'rang yoki yoningizda ishonchli farzandingiz, qarindoshingiz bo'lsin. Birinchi xato karta muddatiga qaramaslik. Odamlar kartani faqat yo'qolsa almashtiradi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugasa ham almashtirish kerak. Ikkinchi xato, pasport yangilansa ham bankka xabar bermaslik. Uchinchi xato, telefon raqamini yangilamaslik. To'rtinchi xato, ishonchnoma muddatini unutish. Beshinchi xato, noma'lum odamlarga SMS kod aytish. Oltinchi xato, rasmiy idoraga kech borish. Muammo chiqqandan keyin emas, oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. Yana bir xato, qo'shnida muammo yo'q ekan, menda ham bo'lmaydi deb o'ylash. Har bir pensionerning holati alohida. Kimdir naqd oladi, kimdir kartaga oladi, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir o'zi oladi, kimdir ishonchnoma orqali oldiradi. Shuning uchun umumiy gapga emas, o'zingizning hujjatingizga qarang. Bugungi gapning asosiy ma'nosi shuki, 10 oktyabrdan keyin eng katta xavf pensiyaning o'z bekor bo'lishida emas, balki hujjat, bank kartasi, manzil, telefon raqami yoki ishonchnoma bilan bog'liq muammo sabab pulga vaqtida kira olmaslikda. Bunga tayyor bo'lgan odam asabini ham, vaqtini ham, pulini ham saqlab qoladi. Pasport yoki ID kartani tekshiring, bank kartasi muddatini tekshiring, bank kartasi muddatini ko'ring, telefon raqamini yangilang, ishonchnoma muddatini aniqlang. Manzil o'zgargan bo'lsa xabar bering, rasmiy idoradan sababni aniq so'rang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq shu tekshiruvlarni qilib chiqing. Bu ish ko'pi bilan 1-2 soat vaqt oladi, lekin keyinchalik bir necha kunlik ovora bo'lishning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovi vaqtida tushyaptimi? Bank kartasi yoki hujjat bilan muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni qiynayapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish ba'zan bir oilani katta tashvishdan saqlab qoladi.